Assalamu alaikum hurmatli YouTube ko'ruvchilar, amansizlarmi? Men sizlarga mana Linux degan lipka lenta deymiz. Zelentaning bir turi o'z-o'zidan tilda aytganda jo'sa o'ta kuchli skotch. Bu emne xizmat qiladi desangizlar, men hozir sizlarga aytib beraman, ko'rsatib beraman. Minaki hurmatli ko'ruvchilar, mana shu mening qurgan joyim. Shlangida suv ichamiz. Bundan tip shlanglar jarılıp ketdi. Mashina develagan bir sebeplarga ko'ra. Hozir men janavi sizlar ko'rgan kleyki lentani skotchni shu yerda jamab ko'rsataman. Hurmatli ko'ruvchilar, bu Linux degan o'ta pishiq, suvga, kunga, barliq narsaga chidamli, shunday bir qora tusdagi jalmashqoq skotch ekan. Bizning tilda oңайroq tushunish uchun skotch deb aytaylik. Nega hozir ochdik. O'zingizlar ko'rib, bu qancha kundan beri suv og'ib yotadi. Buning o'zgachaligi o'sha suv og'ayotgan bo'lsa dag'in, suv chiqib turgan bo'lsa dag'in, o'shani jalmashtirganga o'ta so'rin ekan. Bunaki hurmatli ko'ruvchilar, shun tip mashina develaganda sinib qolgan, bu yerda dag'i bar ekan azmas. Hozir shularni barlig'ini jamab qo'yamiz. Ushul bir jag'ida klyonkasi bar ekan, salafan klyonkasi, orqa jag'i bunday ishlaganga udobniy qiladigan, ushul qanchalik o'lchamda bo'lsa, o'shaga o'lchab qirq olasizlar. Nega qirq olgandan keyin o'shani o'lchab turib, bu arqa jag'idagi plyonkasini sıyırıp tashlab bo'ldi bunaki bana. Buni ko'rdingizlar, bu suvning qanday xizmat qilish mumkinchiligini shlangida og'ayotgan suvni jamab qo'ydi. Bo'ldagi bochkalarni, tonnalagan suvlarda shu meni ekimdeb kilaylik qo'ysangizdar bo'ladi. O'sha Linux'ning skotchini o'sha Protex firmasidan kelib olib ketsangizlar bo'ladi.